Assalomu alaykum. Tuzumimizda xoslardan bitlar so'ramoqchiman o'rtoqlar. Agar biladigan bo'lsangiz, iltimos kommentariyada yozib yuboringlar, direktimga yozib yuboringlar. Biza, misol uchun oilada 4 kishi bo'ladigan bo'lsak, men, turmush o'rtog'im, 2 o'g'lim, to'g'rimi? Men bilan katta o'g'limda har xil allergiyalar bo'lyapti, katta toshmalar, bir narsalar chiqyapti. Biza turmush o'rtog'im, kichkina o'g'limda yo'q, allergiya toshmalar yo'q. Nimadir chaqyapti desam ham, ularda ham yo'q-da. Faqat men bilan katta o'g'lim. Uzr, endi oyog'imni ko'rsatganim uchun dahshatli-da, qaranglar. Chaqib tashlayapti, qizartirib. Shunaqa yomon chaqyapti. Chaqyaptimi, bu allergiyami bilmayman, tushunmayapman. O'g'limni butun tanasigacha ham chiqib ketyapti katta o'g'lim. Kichkina o'g'lim bilan turmush o'rtog'im. Yo'q, bu nimadan bo'lishi mumkin o'rtoqlar? Bilsanglar, agar sizda ham shunaqa problemalar, muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, agar sababini bilayotgan bo'lsanglar, yozib yuboringlar, iltimos.